Tasavvur qiling, sizga yilning eng yaxshi aktyori Oskar mukofotini topshirish buyurildi. So'ngra esa 4 ta juda mashhur, ammo Oskar olmagan aktyorlar ro'yxati berildi. Siz kimni Oskarga loyiq deb topar edingiz? Keanu Reeves, John Wick, Matrica va ko'plab boshqa filmlar yulduzi, mehribon va saxovatgo'yligi bilan mashhur. Tom Cruise, garchi aql bovar qilmaydigan xatarli tryuklarni shaxsan o'zi bajargani bilan xalq qahramoni nomini olgan bo'lsa-da, Oskar hali nasib qilmagan. Johnny Depp, quvnoq qaroqchi, quvnoq qandolatchi va quvnoq sehrgar, xalq muhabbatini qozongan, ammo Oskar ola olmagan. Liam Neeson, qarashini o'zi odamni qo'rqitadigan, jinoyatchilar esa hech ham uning qizini o'g'irlab ketishdan charchamaydigan amakini Oskar borasida omadi kelmagan. Siz ushbu aktyorlarning orasida qaysi birini Oskarga loyiq deb topgan bo'lardingiz? Albatta shaxsiy fikringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring.